Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Doniyor, 13 yillik tajribaga ega barberman. Bugun men sizlarga taper fade texnikasini qanaqa olishni bepulga o'rgataman. Maqsadim shu yosh barberlarga o'zim bilgan bilimlarimni ozgina bo'lsa ham ulashmoqchiman. Taper fade qanaqaligini bilmaydiganlar uchun men ozgina tushuncha berib ketmoqchiman. Taper fade bu yoni bakkimbari orqa qismi akantovkasini noldan perexod qilish. Bugun sizlar bilan shu texnikani boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Unda boshlaymiz. Tepa top zonani tekis ochib olishdan boshlaymiz. Zonani tekis ochib olsangiz, yo'llarini olishga ham o'zingizga udobniy bo'ladi. O'sha xalaqit qilmaydi. Keyingi safar shu klientingiz yana qaytib kelganda o'sha liniyasi haligacha tekis turgan bo'ladi. Sizga yana ham osonroq bo'ladi. Zonani yana tekis ochish. Zonani ham ochib oldik. Men sizlarga hozir tayyor holatini ham ko'rsataman. Zonani tayyor holati mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Liniyasi hammada har xil bo'ladi. Bir xillarda sal chaproq, bir xillarda sal o'ngroq. Sochimizning yo'llari ozgina qurib qopti. O'shani bitta qo'llab olib akantovka qilishdan boshlaymiz. Nimaga akantovka qilib boshlayapman? Buning sababini men sizlarga hozir tushuntiraman. Hamma har xil uzunlikda keladi. Bir xil quloqiga tushmagan bo'ladi. Ularni bunaqa boshida akantovka qilib o'tirishinglar shart emas. Men quloqni ochib olganim sababi hozir yo'llaridan ob'yom olaman filirovkada. O'shanga menga xalaqit qiladi menmi quloqiga tushib tursa. O'shani bitta tozalab yuboraman. Ko'plar aytishi mumkin, nima qilasiz yo'llarini filirovka qilib o'tirib, baba mashinkaga olib tashlaysiz deb. Yo'llarini polniy filirovka qilib olishimning sababi filirovka qilingan soch bilan filirovka qilinmagan sochchi perexodda razlitsasi bo'ladi. Buni razlitsasini sizlar o'sha olib ko'rsanglar bilasizlar. Birinchi yo'llarini polniy bir xil filirovka qilib chiqinglar. Keyin shu o'zingizlar olgan razmeringlar bor, misol 6 olasizlarmi, 10 razmerda olasizlarmi, o'shani bitta tekshirib ko'ringlar. O'shanda razlitsasi shundoq bilinadi. Keyin boshqa klient kelganda uni sochini bunaqa filirovka qilmasdan prosta обычный olib ko'ringlar. O'shanda razlitsasini sezasizlar. Agar klient yonini uzunroq xohlasa, mana shunaqa uzunroq stilda qoldirsanglar ham bo'ladi yo'llarini. Bir xil filirovka qilib chiqib, yo'llarini ozgina akantovka qilib qo'ysanglar bo'ldi. Bu filirovka qilishda ham filirovka qilish bor-da. Buni konkretniy his qilishinglar kerak. Sochni prямо ho'l qilib olishinglar kerak. Qatida ob'yom qolib ketyapti, qatida ob'yom qolib ketmayapti. O'shani bilib olishinglar kerak. Taroni mana shu bir xil tempda ko'tarib, bir xil olib chiqib ketaverasizlar. Uje 2-3 marta mana shunaqa olganinglardan keyin uje sekin-sekin his qilishni boshlaysizlar. Qatida ob'yom qolyapti, qatida ob'yom qolmayapti. Filirovka berishga berilib ketdim. O'zim ham quloqni yonini birinchi ochib olish kerak edi filirovka berishdan oldin. To'g'risini aytsam, esimdan chiqib qopti bu yog'ini akantovka qilib olib, keyin filirovkani boshlash. Buni hech qanaqa minus tarafi yo'q. Prosta mana bu filirovka qo'yganinglarda mana shu quloqga tushib turgan sochlar xalaqit qiladi. Bitta sabab shu. Quloqni yonini ochayotganda ham bunaqacha taqab ochib tashlamaydi. Yo'llari tayyor. Endi yo'llarini o'zini yo'nalishiga qarab qurtaveramiz. Yo'llarni quritib bo'lgandan keyin 10 nasatkada yo'llaridan massani olib tashlaymiz. Yo'llarini 10 nasatkada olib bo'lgandan keyin guideline chizib taper fade'ni boshlaymiz. Guideline chizib bo'lganimizdan keyin mashinkani tishini orqaga surib, bitta barmoqni razmerida olib chiqamiz. Mashinkani tishini orqaga surib olib bo'lganimizdan keyin mashinkani o'zini razmerida trimmer izini ketkizib chiqamiz.
Trimer izini ketkazib bo'lganimizdan keyin sheverda yaxshilab mana shu past qismini tozalab chiqamiz. Shever qilib bo'lganimizdan keyin yollarini 3 nasatkada bitta barmoq razmerida olib chiqamiz. Uch razmerda olib bo'lganimizdan keyin pastida yana bitta iz chiqadi. O'sha izni 1,5 nasatkada yedirib chiqamiz. Bir yarimda yedirib bo'lganimizdan keyin 4,5 razmerda ham bitta mana shunaqa yedirib chiqamiz. To'rt yarim razmerda olib bo'lganimizdan keyin filerovkada ozgina ijod qilib Filerovka qilib bo'lganimizdan keyin sochni eng ochadigan joyi bu akantovka bo'ladi. Akantovka qilib Sochni orqa qismi tayyor. Endi yonlaridan massani olib, yonini taper qilishni boshlaymiz. Yonlarini 10 nasatkada massani olib bo'lgandan keyin guideline chizib olamiz. Guideline chizib bo'lganimizdan keyin yonlarini tishini surib, bitta barmoqni razmerida olib chiqamiz. Tagida qolib ketgan trimer izini ham mashingani tishini oldiga surib yedirib olamiz. Mashingani tishini orqaga surgan izimizni 3 nasatkada yedirib chiqamiz. Endi pastda yana bitta iz qolib ketdi. O'sha izni 1,5 da yedirib olamiz. Endi 3 razmer izini 4,5 nasatkada yedirib olamiz. Perexod qilib bo'lganimizdan keyin sochni eng ochadigan joyi akantovka. Bu joyida shoshmasdan yaxshilab akantovka qilib Akantovka qilib bo'lganimizdan keyin shever qilib Sheverda yonlarini ham akantovka qilib bo'ladi, lezva qilib o'tirmasdan. Sochni o'ng tarafi tayyor. Endi chap tarafiga o'tamiz. Chap tarafini endi tushuntirib o'tirishim shart emas. O'zingizlar ko'rib tushunolsanglar bo'ladi. Bu texnikani ko'rdinglar, o'rganganinglardan keyin men ham xuddi shunaqa olsam, xuddi shunaqa chiqadi deb o'ylamanglar. Chunki baribir opit kerak, ko'proq praktika kerak. O'shaning uchun kelgan klientga o'zinglar tavsiya qilib, "Aka, mana shunaqa bitta olib ko'ringlar, zo'r chiqadi" deb taklif bersanglar, klientga ham o'shanda qiziq bo'ladi, sizlarga ham o'shanda praktika bo'ladi. O'shaning uchun har bitta kelgan klientga taklif qilib ko'raveringlar. Bu soch bir 90%, bir 80% odamga tushadi. Agar klient kal bo'lib qolarkan, kalta bo'lib qolarkan deb o'ylasa, sizlar 3 razmerdan boshlab mana shunaqa taper qilib bersanglar ham bo'ladi. U sal uzunroq varianti bo'ladi. O'sha ham tushadi lekin ko'p klientlarga. Sizlarga qanaqa texnikalar, qanaqa sochlar qiziq bo'lyapti, o'shani kommentariyaga yozsanglar ham bo'ladi bemalol. O'zinglar tushunmayotgan joyinglarni ham bemalol kommentariyaga yozaveringlar. Mana qanaqa edi, qanaqa qiladi, qanaqa bo'ladi, mana bunaqa qilib ko'rsam nima bo'ladi deb bemalol kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Sochimizning yonlari tayyor bo'lgandan keyin soch yonlarini bitta ho'llab chiqamiz. Hozir men nimaga yonlarini yana ho'llab chiqqanimning sababini sizlarga tushuntirib beraman. Boshida filerovka berib chiqqanimizda ob'yom qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun yana bitta o'zimiz uchun o'sha yaxshilab bitta sochni ho'llab, o'sha hamma yog'iga mana shunaqa filerovka berib bitta tekshirib chiqamiz.
Soch yo'llarini tekshirib bo'lganimizdan keyin sochni bitta yaxshilab o'zini yo'nalishiga qarab quritvoramiz. Soch yonini quritib bo'lganimizdan keyin matviy pastani klient uchun o'zingiz uchun surib, qanaqa turishini tekshirib olsanglar bo'ladi. Matviy pastani ham xuddi shunaqa videodagi ko'rayotganinglardek ishlatasizlar. Surayotganda ham ko'rsanglar hamma yog'iga tekkizib suryapman, o'sha sochni ichiga, ildizlariga ham tegishi kerak, o'shanda yaxshi ushlaydi, yaxshi taraladi. Hamma yog'iga surib bo'lganimizdan keyin bitta fenda yaxshilab o'sha yo'nalishiga qarab yana bitta tarab olamiz. O'ng taraf tayyor holati mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi chap tarafiga o'tamiz. Yon orqa qismlari tayyor. O'zinglarning fikringlar bo'lsa kommentariyada yozib, fikringlarni bildirib ketsanglar bo'ladi. Endi yonlarini olib bo'lganimizdan keyin tepa top zonani olishni boshlaymiz. Mana shu ko'rayotganinglardek boshlab olamiz. O'rtasini ajratib olganimizdan keyin ko'rayotganinglardek mana shunaqa soch qattiq ushlab kesib chiqamiz. Shu joyda biz harakat qilishimiz kerak, prямо tekis kesishga adashib ketish kerak emas bu joyda. Agar adashib ketadigan bo'lsanglar, qaytadan yana bitta tekshirib chiqishinglarni maslahat beraman. Endi burundan orientir olib, to'g'ri tekis o'rtadan ocha olamiz. Tekis ochib olganimizdan keyin sochni o'ng tarafidan kesishni boshlaymiz. Endi xuddi shunaqa chap tarafdan olishni boshlaymiz. Bo'ldi, sochni olib bo'ldi. Endi men sizlarga hozir soch tayyor holatini ukladka qilib ko'rsatib beraman. Ukladkamizni liniyani tekis ochib olishdan boshlaymiz. Cho'lkani yaxshilab yonga qarab sindirib olamiz. Chap taraf yonini ham orqaga yaxshilab tarab olamiz. Ozgina ob'yom berib olamiz. Soch jalaroq qurib qolgan bo'lsa, mana shunaqa qo'lni o'zida yaxshilab shu yo'nalishiga qarab quritib olamiz. Yo'llariga yaxshilab forma berib quritib bo'lganimizdan keyin matviy pastani yaxshilab hamma yog'iga tekkizib surib chiqamiz. Bu klientimizni oldi qismini ozgina kaltaroq qilib qo'yishgan ekan. Agar ozgina uzunroq bo'lganda yana ham soch bogatyroq chiqqan bo'lardi. Sochga o'z surib bo'lganimizdan keyin ozgina bardakroq ko'rinadi. O'shani yana bitta fenda yaxshilab tekislab tarab chiqamiz o'sha yo'nalishiga qarab.
Sochimizni tayyor holatda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hozir men sizlarga yana uy sharoitida bitta обычный укладка qilishni и yana bitta boshqacharoq укладка bor. Uni ham hozir sizlarga ko'rsatib boraman. Klientni boshini yuvordim. Hozir men sizlarga yana ikki xil укладка ko'rsataman. Uy sharoitida qilsa bo'ladigan. Sochni ozgina quritib olganimizdan keyin dumaloq taroqda mana shunaqa cho'lkani ko'tarishdan boshlaymiz. Cho'lkani ko'tarib olganimizdan keyin tepa qismini mana shu o'zini yo'nalishiga qarab ko'rayotganinglardek quritib tashlaymiz. Sochni hamma yog'ini quritib olganimizdan keyin topikka sochni hamma yog'iga bir xil qilib sepib tashlaymiz. Topik hamma yog'iga sepib bo'lganimizdan keyin barmoqlarimizni orasini katta ochib, mana shu ko'rayotganinglardek mana shunaqa hamma yog'ini ishqalab tashlaymiz. Sochimizni tayyor holatda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Klientinglar uchun o'zinglar ham tavsiya qilsanglar bo'ladi. Uy sharoitida o'zinglar ham mana shunaqa qilib ko'rsanglar bo'ladi, u yoq bu yoq deb klientinglarga tavsiya qilsanglar bo'ladi. Endi oxirgi укладкamizni ham men sizga ko'rsatib beraman. Bu обычный ko'chada yurishga yo magazinga chiqishga og'aynilar bilan ko'rishganda qilsa bo'ladigan укладка bo'ladi. Bu укладкамizda unaqa qiyin bo'lmaydi qilish. Обычный cho'lkani o'zini yonga qarab quritib qo'yamiz. Fenni quritib bo'lganimizdan keyin tepani o'zini prosta bardak qilib, cho'lkani o'zini yonga qilib qo'yamiz, bo'ldi. Shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Agar videodan foyda olgan bo'lsangiz, boshqa barberlarga ham yuborib qo'ying. Like, podpiskani bosib, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, omadinglarni bersin.